Kay, hallarağını tallayımı, qızılını mı? Ondaqda bardıgan sorunga qaraymiz. O bir haşamatlik tanış keçiligi. Albatta tashqi pilotni hisob qilmaganda. Meni chaqirmabdi. Qaraganda bag'ichligi yo'q taqiladi. Hammamizni taklif qildi. Kim ekanligini faraz qila olamsizlar? Kim? Mahfiy. Men tepib baqay. Cho'qim heliqa 6 oyning oldida mundaq deb qo'ygan Hollywoodning cho'lpini. Yo'q. U gapida turmaydigan cho'lpalarda qilmaydi. U unutib qolgan taqdirdimi? Gipnozlik hunarim bilan uni esiga og'izimi? Sen qachonlardan gipnoz ustozi bo'lib qolding? Men ishdan sirtqi vaqtlarimdan foydalanib Kaliforniya universitetida gipnozlikni o'rgandim. Siz eng yaxshisi qo'g'dug'ichilig'ingizni yaxshi ishlang. Siz Jo'kay, bilaman, sinab boqqingiz bor. Ko'nglingizdagi ichki sirlaringizni oshkorlagingiz kelyapti-da. Men siz o'ylagandek murakkabmi emas? Sinab boqsaq beramiz. Men yangi bir xaridorimizni saqlayapman. Azmini qilmay, bu yerga tikilib qarang. Men sanashni boshladim. Ma'qul. 10, 9, 8. Bu menga kar qilmaydi-ku deyman. Mening tafakkurim murakkabroq. 7, 6, 5, 4, 3, 2. O'lgur. Hey, men Jeffrey Robbins. Bu yoq mening ayolim. Hay Mari, men Will Ironis. Biz telefonda so'zlashgan. Velning aytishicha o'g'linglarni boshqalar so'libapti. Shundaq, Jason 4 yoshidan tatib Navoiyda maktabda turibdi. Anglamoqqa elektronlik bog'cha o'xshaydigandek qiladi. U maxsus talantli o'smirlar uchun qurilgan yotoqliq maktab. Bolalarning tug'um talantini joriy qildirib, insoniyat uchun tuhfa yaratadi. Jason 5 yoshida o'zining quyosh energiyasi bilan harakatlangan o'yinchiqni kashf qilgan. Undaqda siz nimadan asrayapsiz? 3 oydan oshdi, uningdan hech qanday xabar yo'q. Maktabga berib surishtirib baqdinglarmi? Bordiq. Lekin maktab bizga birdan bolangiz dars ustida desa birdan uxlayotdi deb faqat ko'rsatmadi. Go'yoki nazarband qilib olgandek. 1000 yil olmishidan kun kelay deb qoldi. Jason bo'lmasa, oxirgi zamon bo'lgandek his qilyapti. Yaxshimisiz, güzilim? Jason, meni Katrin deb chaqiring. Agar odatdagi maktabda o'qiyotgan bo'lsangiz, mush so'zingiz uchun jazolandingiz. Talant egisida alayda imtiyoz bo'lamda? Bo'lishi mumkin. O'yin mashqini ishlayapsiz. Yordamim kerakmi? Menga bir botilka aroq akib bera olamsiz? Aroqni akib bersam g'o bo'ladi. Biroq yangi asr kelishdan burun turayotgan uyingizni yig'ishtirib qo'ying. Yana 3 kun qoldi. To'g'ri, 1000 yil ketsini qanday o'rlashtirmoqchi? Kino ko'raymikin deyman. Sizchi? Ota-onam bilan birga tabrikligim bor edi. Lekin ulardan telefon kelmadi. Cho'qib keladi. Ben bu türünü bolduqlaymikin deyman. O keç gündüz oynab xumar bo'lib ketdi. Bu to'xtamdan qanchalik pul tep berishi bilan meni karim yo'q. Uni nobud qilaysiz. O'yin uning barlig'i. Uni ustiga o tamomlab bo'lay dedi. O'zimizni oldigandan foydasi yo'q. Ikkilimizga ayon. Amaliyotda o bir o'yin emas. Agar yomon odamlarning qo'liga tushib qolsa, dunyoni vayron qilib yutadi. Güzel hem Batur Will Ironis xuddi osmondan tushgandek qobil kuchlardan tashkillangan Los Anjelesdagi eng munavvar amallik saqlash shirkatiga boshlamchi bo'lib, orqa-orqadan eng xatarlik amallik saqlash vazifalarini yaxshi tamomladi.
qarmoqqa qiyin emasdek qiladi. Nimaga asoslanib undaq deysiz? Ularda kompyuter bilan ko'tarib turgan qo'g'lash sistemasi. Bu asan xatir kompyuterni ishlatib uni o'chirib eting. Xatir kompyuter? Bu yerda o'chirib bo'lmaydi. Hammasini ash avtomatik qo'g'lash sistemasi kontrol qiladi. Nega? Men bechiramayman. Agar ularning kompyuterga ulig'li bo'lmasa, Jaysonni yanala tapqili bo'lmaydi. Ularni ham bilanmi? Nima? Bilmadim. Bu yasal g'alatiroq turadi. Nereden qo'l silishimni bilamedim. Hech qisi yo'q, birasini suqundirib kirgizayli. Bularmi? Ularning hammasi tug'mi talantli kompyuter. Kelir xanam. Sizga bugungi nuqta gazetida muxbirlik qilayotgan qancha yil bo'ldi? 3 yilchi bo'ldi. Ha. Bilaman, siz ilgari olimpik ayollar chani musobaqasining kumush medaliga erishgan. Qaraganda meni tekshirgansiz-da? Nurg'un odamlar har xil vositalarni qo'llanib, hatto qo'rqmasdan yolg'on salohiyat bilan bizning aslarlarimizni bilmoqchi bo'lyapti. Shundaq ishni qiladigan qanday odamlardi u? Ular bek nodon. O'zlarini bizdan aql deb o'ylaydi. Tillar xanam, bilishingiz kerakki, maktabimiz dunyodagi eng chong aql ombiri. Biz hukumat tanlash qo'ygan qurilish turlariga qatnashmasaqmi, o'zlari bizni izlab keladi. Partalımız onu bilen hakkılaşkili bulmaydı. Berip qarab baxmamsiz. Hacı yo'q, faqat amonlik saqlashdiki kashilar. Odamlarimiz tekshiryapti. So'zlab nima kelgan edi? Sizga nima bo'ldi? Ha? Mana azroq su beralamsiz? Albatta. O'ldirib oling. Bu yerda o'tiring. Qidirilma. Men hozirlik qilaman. Bu yoqqa. Ben tayyor buldum. Hozir so'zlasam bo'lmaydi. Hey, kristallar bo'lmaydi. Yaxshi tushki. Belli harakat qilaylik. Hay, men 113 rayonda. 912 rayonda. Men 912 rayonda. Ben Jaysonni bayqadim. Covid-19. Birinchi koridor. 912 rayonda. Yaxshi, hozir seni bilan uchrashaman. Kirdi. Ahvolingiz qandayroq? Ishik yetilib qoldi. 916 rayonga kirdi. Bu yerda yana bir ochiq yo'l bor ekan. Qandaq ma'lumot? Bilmedim, kompyuterda xotirlanmadi. Kirdi. 915 rayonga kirdi. Agar kirsangiz o'lasiz. Kay. O'ngga burilib tavanga tushim. Qandaq bildingiz? Uqmadim. O'zing kim? Do'stim. Xato kelib qolsa, seningdek do'stim yo'q. Tez bor, bir sizdan bilan ko'rishmoqchi. Katrin. Hozirgi bolalar cho'nglarni hurmat qilishdan bilmaydi. Xatarlik. Qo'g'dash sistemasi asliga keldi. Mal qo'lga tushdi. Qay tez chekinam. Kelar qidim davomini so'zlashaylik.
Siz nima ish qilgan? Sizni deb. Shundaqmi? Men sizning aql parastingiz to'g'riliq burunla anglagan. İtiraf qilmasam bo'lmaydi, Fisher efendim. Siz haqiqatan qaltis odam. Sizning doktorlik unvoningiz bormi? Ikkisi bor. Qo'g'duvchi ishxonamga kelsin. Kechiring. Meni ishtiyoqim yo'q. Beka avvar bo'ptiman. O'yingan, tez qo'linglar. O'sib yurganlar shu. Tabax cheksak bo'ladi. Bangaydi. Yardımım gerek mi? Tez qo'linglar. Qaysini süray? Yanılı sözün rağni. Tezroq maqsınızca. Albatta. Ularni qaytirib qo'ymanglar. Tez! Tez qo'yinglar. Nim bo'ldi? Birim bo'lmagandi. Azroq narkoz qilib qo'ydik. Ansirmanglar. Narkoz nayt tezlik kuchidan qoladi. Siz bilmaysiz, bu biz uchun ne kadar muhim. Siz tiqinmang, bu bizning xizmatimiz. Sizlarga ko'p rahmat. 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 Biz eng yaxshisi. Şuna bahami yuqori. Kay. Bunu kiyeyim yoki? Bunu mu? Vel. Xaridarimiz har vaqt kelib qolishi mumkin. Lekin hozir kelgin yo'q. Bu tansi kechiligi men uchun bek muhim. Kelar qitimligiga yana ming yil saqlash kerak. Yaxshi qildinglar, xonimlar. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Men Dasha. Men Kovik William. Yaxshimisiz? Bu mening kasbdeshim. O'g'limni qutuldirib bersanglar, anlasam sizlar eng ishonchli ekansizlar. Mushu, uning ismi Jason. U Naontak maktabida o'qiydi. Sal tahir qilinglar. Qarmoqqa bek tunishda qiladi. Agar bular Jasonning ota-onasi bo'lsa, o'tgan kechga aylankim. Ularni tekshirganmidingiz? Tekshirgan. Ularning momanga o'xshash niqoblanib olganligini kim bilsin? Bilmedim. Vel ularga nima deykin? Men qo'yib beringlar, xotirjam bo'linglar. Hozir qaytib turinglar, ansirmanglar. Rahmat sizga. Ansirmanglar. Xo'sh. Men yana nima deyalayman? Biz o balani boshqa bir oilaga topshirib edik. Ular texi pulni mi topshirdi? Ularning hisobot nomeri yolg'on ekan. Kay, Jeffrey bilan Marining suratini tepin qarab baqay. Federatsiya tekshirish idorasining sonliq arxiv amiridan ularni topqini bo'larmikin? Agar kirsangiz o'lasiz. Men bir cho'ng qora ushqunni ko'rdim. Naontak maktabida ko'rganimga o'xshash. Oh, Tangrim. Mening gipnoz qilinganligimdan chatoq chiqdimi nima?
Bilishinglar kerak. Agar gipnozlik yaxshi qilinmay qolsa, xatar kelib chiqadi. Qaranglar, tikichardan ishlarini tepib oldim. Jaysonning yanchig'idan tushib qolgan o'xshaydi. Faqat bir elektronlik o'yinkan. Men dengiz armiyasining tahlil qilib yasash uskunsini ko'rgan bunchalik ilg'or emas. Ikkinchi nomerlikni ko'rib baqayli. Yo'q. Hech nimaga to'g'rilanmadi. To'xtanglar. Mari kiyib yolg'on chash esinglardimi? Nachar sifatli chash. Ya'ni kelib u bek qiynoq kirim qildi ekan. Meninkini qiynoq qildi ekan. To'g'ri. Uni ko'zaynikini elitayli. Og'izning kichikligimi yolg'on? Endi asli qiyofasiga keladigan bo'ldi. Topdim. Dal o'zi shu. U cho'qim Jeferi. Bu yerda ularni oxirgi zamon bo'ldiganligiga ishonadigan tashkilotning a'zolari deyilibdi. Ular Jaysonni nima qila? To'xtanglar. Na o'nta hukumatning to'xtamini qabul qiladi, shundaqmi? Mening bir do'stim markaziy axborot guruhi. Idora. Shundaqdir. Bo'ldi. Men berib Andronikdan so'rab boqay, bu zali qanday o'yin? Qarang, u uyg'onibdi. Yaxshimisan o'g'lim? Qaya bu? Bexatar joy. Katrin qani? Sen texchi uning ko'ngil bilib u shunchalik eski odamlarni yollab sening kompyuter o'yinini tamomlashingni to'sdi. Süt, pranik. Sizlar nima qilmoqchi? Sana heliqi o'yinni oxiri chiqqicha ishlatkizmoqchi. Qarag'ana, hammasi sening. Biz texi u sistemaning zapas nusxasini mi topdik? Ata-onam bu yerda ekanligimni bilamdi. Albatta biladi. Ular mening bilan ko'rishkisi borligini demadimi? Dedi, biroq hozir emas. Yo'q, men ular bilan ko'rishiman. Ondaqda yaxshi. Shanbegacha saqlab turmasaqmi bo'ladigan o'xshaydi. Mari, bu uskunlarni qaytarib yetim. Albatta. Baribir Jayson ularga chiqilib baxmadi. Men berib ischatni tepib kelay. Bo'pti. Uning o'yinini tamomlag'usi kelmasa qilmaydi. To'xtanglar. Shanba kuni dedingizmi? Shundaq. Ma'qul. Baribir bu o'yinni ishlab tugitay deb qolgan edim. 2 kundan qarchaqliq-ku. Sizlar yana o'zingizlardan kelibsizlar. Sizlar zodi do'tmi yoki aqlliqmi? Bilgingiz bormi? Har ish kelisi shu. Biz sizdan yordam so'rab keldik. Sizlar keriga advokat. To'g'ri. Uningga deb qo'ying. Sizlar kuni bo'yi bolalarni elektronlik o'yin o'ynaysilar. Bu toza yaxshi tarbiyalash usuli emas. Mening har bir oila boshlig'i bilan tuzgan to'xtamim bor. Ularga bir nusxa berman. Sizlar nima qilmoqchi? Bizning o'ylashimizcha, u tashkilot Jaysonni tadqiq qilayotgan narsaga erishmoqchi. Biz ishchiga kirib ko'rib yiqishimiz kerak. Andronik, markaziy axborot idorasi yanada ashunda qiziqarliqmi? Meningdan axborot so'rab keldingiz, shundaqmi? Yana sizni ko'rgim keldi. Biz ilgari yaxshi o'tgan. Bu biz chasnilar erishishga tegishli omad. Uqdingizmi? Bu qatim quroldan ansirishimizning hojati yo'q. Biroq uningga bir nima deb bo'g'ilib bo'lmaydi. Bu o'yin amaliyotga taqlid qilingan bo'lib, har xil hujum maydonlarini tasvirlaydi. Men faqat mushunchalik deb bera olaman. Bir romki ichib o'zingizni azodarak tuting. Siz davatgan hujum qilish jang maydoni degan qandaq nima? O maxfiyatlik. Bumi shu? Bu o'yinning nomi yo'l ko'rsatgich. To'liq nomi nozik elektronlik manga koordinat sistemasi. O'yinchilar ait oz odam bilan butkul shaharni ola oladi. Faqat bir qancha ojiz nuqtalarga hujum qilsa kifoya. Elektr stansiyasi, suv bilan ta'minlash sistemasi degandek. Markaziy axborot idorasining nishoni kim? Endi desam bo'lmaydi.
Nima dedingiz? Uni mudofaa mashig'i ishlatadi. Bu orqali terrorchilarning nishonini bayqab, ularni osonlab to'sib qola oladi. Nima uchun Los Anjelesni oq ko'rinish qiladi? Los Anjeles palash holat kuchisa, butun Tinch okeani cho'rdaydigan rayonlar palash bo'ladi. Butun dunyoning paychik vaziri vayron bo'ladi. Ondan butun yer shari qalaymi qolishidi? O sizlantirg'ich. Burun siz menga mi ishlatgan? Bu yoqqa qo'yam deb, to'g'ri. Tez bu. Nim bo'g'ini? 3 minut kechikdi. Bundaq az odam bilan 5 nuqtaga hujum qilganda mushinchilik qilib bo'ladi. Ondaqda amal qilib 4 nuqta qilib sinab baq. Bu faqatla o'yin-ku. Bilaman. Yangi yildan ilgari bitirsang bo'ladi. Siz uni qo'rqitirdingiz. Biroq bu cho'qim tamomlash kerak. U bitiralaydi. Ondaqda yaxshi. Bu ya bir sehrli o'rda o'xshaydi ekan. Tez uyg'on ol. Bu nima narsa? Agar kirsang o'lasan. Burun men bu yerga kelgan. Əslimələr bəkli qalıydı. İlahi mənə bir iş olmasın. Ansirma, hech qisi yo'q. Rasma? Ras. Kim o mungda ishni zerikishlik san'at degan. Agar masala bo'lsa, menga telefon bering, bo'lamdi? Ma'qul. Men cho'qim tush ko'ryapman. Ma'nisam bo'lmaydi. Sizga kompyuterda xat yo'llay bo'lamdi? Jason Patarda sizlarga telefon urdi. Xo'sh, apa. Ata-onam sizga salom aytdi. Jasonning ota-onasi tasimi bir. Sizlar Naontak maktabida jinga yo'liqdinglarmi nima? Anglab turinglar, men nihoyat normal. 7 yosh vaqtimda Naontakda o'qiganda qilaman. Biroq men davomli boshqa bolalar tarafidan bo'za qilinib, zo'r darajada zaxmi yegan. Shunga ota-onam kelib meni ib ketgan. Shunglashqa ular azaldan bu ishlarni tilga olmaydi ekanda. Muhimi siz askal oldingiz. Buningga mening gipnozligim yordam. Apamning deyishicha mening aslimamdagi ilk qizning ismi Kitty Johnson ekan. Ozroq esimda. Dasha, markaz axborot idorasi do'stingiz yordam qildimi? Ozroq yeb uchi deb berdi. Farzim xato emas ekan. Bu xil o'yin butun dunyoni palash holatga tushirib qo'ydi ekan. Agar bizning farzimiz xato bo'lmasa, ular 1000 yil almishdan ilgari harakat etib boradi. Undaqda aytdi-ku. Oh, tezdan Jasonni topayli. Mening bu tans kechligidan qo'rqog'im yo'q. Faqat 4 guruhga terrorchilar bilan butkul Los Anjelesni ishg'ol qildi. Seni tabriklayman.
Qandaqroq? Yaxshi. Әтілігі орынлап болышыңын үміт қылымын. Agar o'rinlayamizamchi? Jeffrey әпәндінің xafa bo'lgan alpozini ko'rdingmi? Men sana birə kelishmaslik bo'lib qolmasin deb o'ylayman. Men Katrin qili ko'stiman deb ma'qul bo'lgan. Buni becermek oson. Başqa ish bo'lmasa, men uyga qaytdim. Biz nima ish qildik? Xizmat. Bizning xizmatimiz hukumatga yordamlashib davlatning bexatarligiga kafolatlik qilish. Har qanday texnika yomon odamlarning qo'liga tushib qolsa, qurolga aylanadi. Biz saqchiga ma'lum qilishimiz kerakmi? Ular amal qilolmaydi. Hech kim amal qilolmaydi. Ata-onamning meni naontakdan ep ketgani esimda. Faqat mushnini asliyalayman. Bir qitim bağa ya'ni qandaqmi unutib qolay? Shundaq, bir qitim men meshitga bir echilish murosimiga borgan edim. O'zimning bu yerga burun kelganimni his qilib qoldim. Bil, meshning hammasi bir xil siyoqda. To'g'ri. Keyin men gipnoz qilingandan keyin esimga keldi. Haqiqatan berib chiqanman. Burun bog'ining boshqa bir do'konga. Odamni hayron qoldirdi. Bilamsiz, sizmi menga o'xshash, yanami cho'nqir gipnoz bo'lishingiz kerak. Endi o'zingizni erkin tutib, quloq silib anglang. Suvning ichida muhit tinish, mo'ngluq muzikaning sadosi keladi. Qandaqroq? Asroq beshim qiyyotdi. Nima ma'no berganligini bilamsiz? Yondirib kelyotdi. Yo'q. Önümü ko'rilyotdi. Siz rostilla suv ostiga tushdingiz. Anglang, o'zingizni suvda uzayotgandek his qiling. Yeningizda bir kit bor. To'g'ri emas. Siz bir kelishgan yigit bilan birga uzyapsiz. Kimni o'ylayapsiz? Leonardo DiCaprio. U bek o'riqkan. Antoni Saybotni o'yla. Yo'q, men u tipdagi erlarni yaxshi ko'rmayman. Bo'ladi. O'zi yoqtirmaydigan odamni o'ylamaslik kerak. Yoqtirmaydigan odam. Kay, bu yoqqa kela. Tez bo'l. Bak qizqarlikkan. Men qo'rqyapman, ketdi. Qo'rqyapman. Kichik bolalarning qilig'ini qilmagan. Kela. Ketdi, Katrin shu. Katrin. Sana bilan ishlamaganda. Ishni bo'lmadi. O o'yinni faqat Katringa beraman degan. U kam. Yo'q, Jason. Ular bo'lib ketdi. Ben sen öldürüydün. To'rt nuqtani ishg'ol qilsak Los Angeles Polish bo'ladi. Haqiqatan yaxshi bola ekansan. Baldur xushal bo'lib ketmanglar. Darajadan tashqari kompyuter bo'lmasa hech nima qilolmaysizlar. Darajadan tashqari kompyuter. Esimga birsi keldi. Dedim-ku, ansirash ketmaydi. Katrin shuncha yillardan buyon izchil nauntakdimi yoki qaytib kelgandimi? Oldi bilan dunyoni qutuldir olaylik, bo'lamdi. Bilaman. Jasonning qanday qilganligidan qat'iy nazar uning ichidagi bir nuqta Los Angeles elektr stansiyasi. Elektr stansiyasini menga topshiringlar. Ular yana qatnashni kontrol qiladigan elektronlik hisoblash mashinasiga buzg'unchilik qiladi.
O'rni suvni chiqarib etish sistemasining ostida. Meni yana yundi yo'liga tushirgan bo'ldinglar-da. 3-nuqta suv bilan ta'minlash sistemasi. Mana topshiringlar. 10 odam bilan qanday qilganda butun bir shaharni palash qilib etkili bo'ladi. Meni palash qilib etmak oson. U bo'lsa yanfonning to'qini to'liqlashni unutib qolish. To'g'ri. Aloqalash sistemasini palash qilib etish faqat yanfonlar emas, yana televiziya, radio, saqchi va armiyaning jiddiy aloqalash yo'llari bor. Bilishimiz kerakki, agar sun'iy hamroni kontrol qilib olsa, barliq aloqalash signallarini uzib etalaydi. Bek aqlliqkansiz bil. Rahmat. Men bir lo'nqa emasdirman. Biroq ular cho'qim darajadan tashqari hisoblash mashinasidan foydalanish kerak. Nada darajadan tashqari hisoblash mashinasi bor? Ha, on takta. İşi koy. Yana bormi? Tugidi. Xemiylik bomba. Siz yaxshi ko'radigan chashqi suqchimni uning ichida unutib qolibman degicha, bizning hisoblash mashinamizni ko'rmandigingiz tuzuk. Agar u odam aldaydigan hisoblash mashinasini ko'ramsam, meni chashqi suqchimni 99 sentga yarmigan bo'ladi. Bilishingiz kerak, bizning bu yerda faqat 4 odam u mashinaning yoniga kira oladi. Katrimi kiralamdi. O hech nimani bilmaydi. Siz Katrinni xili yaxshi tushunamsiz? Yaxshi bog'langlar. Yana birisi bor. Bitti. Jeffrey, qatnash kompyuteri ishdan to'xtadi. Nima bo'ldi? Sen meni qatnash to'sirib qolishdan bezarish keligini bilmaysan. Hay Kay, tezroq ulguramaydigan bo'ldik. Men qo'rqyapman ketdi. Qo'rqyapman. Ruhliroq bo'ling. Botirlik bilan vahimaga yuzlanla. Menga Şeref, beklovchi otini bekitib portlatishdan tayyorligini qil. Hey, yana birisi bor. Bir narsani unutib qolmagansiz-a? Buni o'ziqtirib o'tinglar. Kelishak. Ben mehmon qilaman. Farizim to'g'ri ekan. Jaysonning o'yini buning ustida davomlashyapti. Men uning davomli yurgizilishi kapolat qilishim kerak. Meni esingizga ola oldingizmi? Men Kay, sizning saboqdishingiz. Siz Kaymi? Bedrachash, ko'zoynak taqaydigan to'g'rimi? To'g'ri. Men shu. Yig'lang'i Kay. To'g'ri. Qurilma tamomlandi.
To'g'ri, mana buni qisqarliq deymiz. Jayson bek yaxshi ishladi. Boshqa hujum nuqtalarimizni tamomlab bo'lay dedik. Hech kim bizni to'sib qololmaydi. Siz yanala kichik vaqtingizga o'xshash turibsiz. Darvaqa sizning Qay bilan ozroq ziddiyatingiz bor qiladi. Yer sharini vayron qiladigan bu ishni obdanroq o'ylansangiz bo'g'idek. Chunki mening bilishimcha, nurg'un odamlar tanskichiligini tayyorligini qilyapti. Ular sizning bunday qilishingizni umid qilmaydi. Men bilan da'vatsiz. Siz bugun kechki 1000 yil kechilik tanzini vayron qilmoqchimi? Men achna tahin. Kichik vaqtda siz meni bo'sa qiladingiz. Men bo'sa qilmasam kim qiladi? Qay, ishqalarni uchirishinglarda haqqim yo'q. Biroq hisob qilmashingizni hech qilamiz. Men sizga mashg'ulot qilishni o'rgatay. Birini bilsang. Bosdim inkasi yo'q. Ekranda nima deyilibdi? Seni hamrani o'rni qulplandi. Qulplanib bo'ldi, amal qilolmaysizlar. Agar dunyo vayron bo'lsa, siz bu tugishsiz. Bu narsa haqiqatan puxtgan. Siz boshqadan bo'sa qiladingiz. Kirpinsimi? Sistemalar asli geldi. Barliq sun'iy hamra sistemasi normallashdi. Vel, biz g'alaba qildik. Kira, beshimni tuman qil. To'xtab turinglar. Siz bilan baslashib boqqanba. Siz Najabni o'ylab aran deganda 4-hujum nuqtasini topdingiz. Men bo'lsam, bir kunga yetmagan vaqtda topa oldim. Uni qo'ysanglar. Apa, dada. Jayson. Seni bek yig'indim bola. Oildagilarning jam bo'lishi haqiqatan ta'sirli. Ver. Bütün Los Angeles shahri sizga yana bir qatim rahmatlik. Butun shahar. Ya, bütün dunyo. Agar bir narsaga ehtiyojingiz bo'lsa, menga ayting. To'g'ri Kris. Biz harbiy teg'idagi tanzkichiligiga kechikib qolgan bo'ldik. Sizlarni olib qo'yaylik. Yaxshi bo'ldi. Tez yo'lga chiqinglar. Ular harbiy teg'ib bormoqchi. Tez. Tezroq bo'ling, Vel. Kechikib qolgangiz yo'qdi. Sen saqlab turinglar. Hammasi dangli qarboblar. Agar biz taklif qilinmagan bo'lsak, nima degan satchilik? Men yana bir qatim deb qo'yay. Hammanglar taklif qilindinglar. 11 dan 58 yetibdi. Vel, mashina qanday qilamiz? Mening amalim bor. Menlar. Kechirsiz. Rahmat. Hayfor. Vel. Ay. Men texsizni mulozim chaqiribdimi? Boshqalarga kiyimim qarab shunday o'ylashi kerak. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz, Xayfona efendi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Marhaba. Talaga chiqyapsizmi? Salyot ko'gili. 5, 4, 3, 2, 1. 1000 yilingizga muborak bo'lsin. 1000 yilingiz muborak bo'lsin.